shu joyda olib qo'yish kerak va O'tirachi boshda biz o'rtoqda futbol ko'rgani keldim. Endi kimga balet qilasizlar derdim. O'zbekiston o'ynadi, hamma O'zbekistonga balet qiladi albatta. Siz O'zbekistonga balet qilgani kelmagansiz, aka. Mikko suvlarni. Ko'rma reklama bo'lib qolyapti bu. Mikko suvlarni. Reklama bo'lib qolyapti bu. Mikko suvlarni ichgani kelgansiz, aka. Futbol ko'rgani kelmagansiz. Ya buni Firmamizda Mikkodan necha pul oldik? Ya pul olmadik, yoki hali mana futbol uchun Mikko suvlarni olib keldik, aka. gap. Ya endi O'zbekiston o'ynaganimiz, ha. Xotirachi oshga kelganmiz. Onasiz faqat o'y, yeganimiz ham Mikko, ichganimiz ham Mikko. Yana assortimenti bor ekan. Assortimenti bor jiganim. Xohlasangiz nokligi bor ekan, xohlasangiz mana anormi? Ikki xili bor. Qarang. Ular gaplashursa o'rtoqlar nima deydi? Biz futbol ko'rgani kelganmiz. Sanjar akam futbol ko'rgani kelmagan, anorli suv bilan nokli suv ichgan. Kim qaysi firmaligini bilasizmi? Mikko'nigini ichgani kelgan. Bu reklama tugadi, bo'ldi. Mikko zo'r, bo'ldi, zo'r. Bo'ldi, tugadi. Ana nima deydi? Hamma yoq Mikko bo'lib ketdi, lekin haqiqatdan yaxshi suv ichganlar biladi. Lekin O'tirachi yoshga har xil chempionatlar bo'ladi. Nima deysan aka? Mana osh yo'q ekan, kelmasanglar ham bo'ladi. Yo'qmi osh? Achchiq osh bor ekan o'rtoq. Mayli, kamchi ham